Assalomu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Amerikanın paytaxtı Washington təsis qilingan Şərq Türkistan Uyğur televizori xoş gəldinglər. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Nurmuhammad Musabay. Aziz Şərq Türkistan qarindaşlar, armiya bir millatning və bir dövlətning can tomiri. Armiya bir millatning, bir dövlətning mavjudligi və halak bo'lishidagi muhim kuch. Armiya bir davlatning butunligining, bir hokimiyatning muqimligining yoki yiqilishining kafolatchisi. Shundaqla armiya bir millatning nijotkori, yo'lanchiki, himoyachisi, qo'g'dug'uchisi va to'riki. Bir davlat bo'ldi ekan, cho'qim uning armiyasi bo'ldi. Mustamlik ostidagi bir millatning o'z erkinligini qo'lga keltirish uchunmi cho'qim armiyasi bo'ldi. Mayli oz yoki ko'p bo'lsin, kuchlik yoki ojiz bo'lsin, armiyasi yo'q xalqning, davlatining mavjudligi, hatto o'zining mavjudligimi kafolatli qilib bo'lmaydi. Armiya bir xalqning birlikligining namoyandasi. Aziz vatandoshlar, bugun 8 aprel Sharq Turkiston xalqining ana shundoq nijotkori, to'riki bo'lgan Sharq Turkiston armiyasi qurilgan kun. Bu kun bilan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni tabriklayman. Janobi Allohdan barliq Sharq Turkistonlarga xuddi armiyadek birlik, ittifoqlik ato qilishini tilayman. Aziz vatandoshlar, Sharq Turkiston armiyasi 1945-yili 8 aprel 2 qatimliq Cumhuriyetimiz qurilgan G'ulji shahrida qurilib, tez suratda muntazamlashib, mustahkamlashib, bir yil ichida soni necha mingdan necha 10 mingga yetgan. Armiyamiz qurilib bir yil yetmagan vaqt ichida Şimal, Janub və O'tir yo'nalish bo'yicha o'zidan necha hassa kuchlik tajovuzchi Xitoy armiyasiga qarshi jang qilib, Xitoy armiyasini ig'ir darajada mag'lub qilgan. Şimal və O'tir yo'nalish armiyasi dushmanni qo'g'lab surib Manas daryosiga apargan. Janubiy yo'nalish armiyasi Aqsu viloyatining nahiyalarini azob qilib, Aqsu yangi shahrini muhosiraga olgan. Jang 2 yo'nalishda keskin davomlashayotgan. Armiyamiz g'alaba bilan ilgarilayotgan bir vaqtda ittifoqdoshlarimizning sotqinligi bilan nurg'un qon to'kish va necha 10 minglagan jonning qurboniga kelgan bu g'albalar ustal ustida setib o'tildi. Vatanimiz yana munqarzga, mustamliklikka, xalqimiz qulluqqa muhtilo bo'ldi. Tajovuzchi hiylagar Xitoy Sharq Turkiston armiyasini jang maydonlarida yengolmay, har xil hiyla nayrang bilan yo'qotishga tirishdi va yo'qotdi. 1962-yildagi Xitoy-Hindiston urushida Xitoy armiyasi ig'ir mag'lub bo'lgandan keyin Xitoy bizning bu botillarimizni bu urushga selish orqali yo'q qilishga urindi. Urushda Sharq Turkiston armiyasi Hindiston armiyasini mag'lub qilib, Xitoy uchun sharaf agilib berdi. Qahramon jangovar Sharq Turkiston armiyasi jang maydonlarida g'alaba qilib, oxiri ustal ustida o'zlarining qo'li bilan yo'qotildi. Sharq Turkiston xalqi o'zlarining nijotkoriga o'lanchikidan ayrildi. Vatanimizni yo'lab turgan Türk yıkıldı. Hörmətli televizor bugungi bu bayram munosabati bilan 2 qatimliq Sharq Turkiston ozodlik urushiga fidoyi bo'lib qatnashgan 1945-yili 8 aprel vatanimizning G'ulji shahrida qurilgan Sharq Turkiston armiyasining tunji jangchilarining biri bo'lgan mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish urushlariga qatnashgan, azod Sharq Turkiston davrida yashagan, hurlik, erkinlikdan bahramand bo'lgan, keyin hammamizdek vatandan ayrilib, vatansizlik dardini tortayotgan Sharq Turkiston xalqining erkinligi uchun kuchining yetishicha to'xtovsiz kurash qilayotgan xalqimizning iftixori bo'lgan Sharq Turkiston armiyasining sobiq bir jangchisi, hozir Amerikada yashayotgan tavarrukimiz Adham Zakirxon akani yo'qlab bordik. Tönde diqtinglar, Adhamjon aka bilan bo'lgan suhbatimiz bo'lg'ay. Assalomu alaykum Adhamjika. Bugungi bu Sharq Turkiston armiya bayrami bilan sizni alohida tabriklayman. Uyg'ur xalqida ming anglagandan bir ko'rga a'lo degan gap bor. Siz Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishida va uning mustaqil bo'lib yashagan 5 yillik hayotida siz yashadingiz. Siz ya'ni shu davrdagi shiddatli janglarni, shundan qatnashgan, shahidlarni o'z ko'zingizlar ko'rgan, ya'ni g'albadan tantan qilgan, unda xo'shal bo'lgan, ya'ni Sharq Turkiston mustaqil Sharq Turkistonning azodlik Sharq Turkistonda bahramand bo'lgan birsiz. Sizdan so'raydigan savolim, siz shu jumhuriyatni aslaganingizda birinchi yil siz esingizga nima keldi? Ya'ni sizning shunday shodlanadigan, xushulli g'ayringiz qaysi? Ya'ni ichindi g'ayringiz qaysi? G'ulji viloyati elinib, Xitoylar hammasi Hayrambog' degan askariy gazarmaga qochib chiqib ketgandan keyin
ben özü koşuğa şunda çıksam, adamlar top bulup Hayranbaq tarafga mangın oturuptu. Yani Hayranbaq Qorşavutqa qavaqdı. Qorşav bolganda. Ularning qo'lida o'g'oq, to'qmoq, palti kaka, pichoq, shundoq narsalar bor edi. Men o vaqtlarda yoshdim, shu to'pning ichiga men kirib ketdim. Nurg'un odam endi ular. Shu manga Hayranbaqqa yaqin bag'inimizda bir qo'lida miltiq va bir askar eshikning oldida postoy deb vaqirdi. Bu O'rus askarmi? Bilmaymiz. Inaqa emas. Postoy deb vaqirgandan keyin hammasi to'xtab qoldi. Yana mang'ini boshlavdi. Yana postoy deb vaqirdi. Ondan keyin men dedim, "Suvoy" dedim. O'zingniki dedim. Degandan keyin "Ala kamisin sen kelamaya" dedi. Beni chaqirdi. Men bordim. Kim sizlar dedi. Biz shu Hayranbaqqa bo'layotgan jangda bir oz qatnashishni istovchilar dedim. Deganimdan keyin undan keyin sening yashingdagilarni akabiyaga dedi. Mening yashimdagilarni 20 dakika bola bor ekan, 19 mi 20 mi bordiq. Shuni qolganlarni qaytarlar dedi. Siz şu qancha yoshda? Shu vaqtda men 17 yoshda. Demek 17-18 yosh bolalar bor degan gapda. Shuning bilan o'zi bizni o'zi Hayranbaqning o'zi oq tarafiga, yon tarafiga okop qo'lab turgan shu yerga o'rinlashtirdi. Kimga bu bolalar kerak deb. Men bir o'zi Suydunluq ismini unutib qoldim. Bir yosh bolaning oldiga qo'ydim meni. O okoplarni tamam qo'lini bo'g'an emas. Bir az o'zimizning turadigan yerni yaxshiroq qo'lladim menmi. Shundan shu bolaning oldida turdim. O bola pulemyotchi ekan. O Maksimka degan o'risning bir filmi bor. Filmlarida ko'rgandim Maksimka degan pulemyotni. Chaqi bor. Shuning bilan o'zi o lentini bundaq uningga nim qilib qo'yganingizga otgan sari o'zi tortib ketaveradi. Bu tortmaydi ekan bu. Bunda qo'lingizni tutib beradi ekansiz, uni oladi ekan. Anladingizmi? Undan keyin u o'zi qizib ketadi ekan. Qizib ketgandan keyin unga suv qo'yish to'g'ri keldi ekan to'pisiga. Shundaq ko'ndirab ketgan bir narsalarda bu. Shu vazifa bilan turdim men. 2 kecha qoldim. Yani siz qolgan shu 2 kechada bir urush bo'ldimi? O'q etish. Va, o'q etishlar Allah tarafdan kelib turdi. Ular ketgan, ularning o'qiga javoban biz berib turibmiz o'qitgan. Yani o Qorshavut qilgan Xitoylar tejiga chiqaman deb sizlarga o'ja bo'ldi. Ha, shunday qildi. Chiqolmaydiki, teshini o'rab qo'ygan. O'rab qo'ygan. Shuning bilan aeroplan, Urumchidan aeroplan kelib ularga yemak-ishmaklar tashlaydi. Goy vaqti ularning liniyasiga tushdi, goy vaqti bizning liniyamizga tushdi. Kichik shamol bo'lsa, parashyut bilan tashlaydi ekan. Shuni ko'rib hayron qolganman men. Shundan bir qancha kundan keyin shu noyabrning oxirgi kunlari deyman. Noyabrning oxirgi kunlari. Xitoylar qochdi, Hayranbaq bo'shab qoldi degan gaplar bo'ldi. Shuning bilan yana shu etishib kirsa haqiqatan da Hayranbaq bo'shab qolgan. Hayranbaqning o'zi g'arib tarafidan bular tomni o'rib chiqib Langshan tarafga qarab mengapti ekan. U yerda o'zi Xitoylarning mazorligi bo'ladigan to'la. Shu yerga berib joylashib qo'yib bizga qarshi bizmi mangdoq asta mangdoq. Shuni bilan bizga o'q etishga boshladi. U yerda o'zi bir 2 kunning ichida hammasi taslim bo'ldi. Langshandikilar. Langshandikilar taslim bo'lgandan keyin undan keyin ularni haydab shtabga aketdi. Asir bo'ldi. O'ltirmaslar yaxshi. Yo'q. Achchig'inglarla o'ldiratmasanda g'azab bilan bir chanab o'tmasanda? Yo'q. Unda ruxsat yo'q. Yani tertiplik, intizomlik. Yani xalqaro qoida qonun bo'yicha taslim bo'lganlarni o'ltirdinglar, ular kechirim qildinglar. Kechirim qilmadik. Ularni har holda
keyingi algan ma'lumotlarimiz qaraganda ularni qaytirib bergan Urumchiga. Ya'ni Xitoyga o'zi qaytarib bergan, asirlarni tegishgan degan. Ya bizlardan asir tushgani yo'q dedi. Asir tushgani yo'q. Yo'q. Bizden asir tushgani yo'q. Men anlamadım bizden asir tushganligini. Yo'q. Shuni bilan Harambaq ishimi bitdi. Undan keyin milliy armiyani rasmiy qurish ishi boshlandi. Yani Harambaq Langshan ilib bo'lgan keyin armiya, muntazam armiya qo'sh boshlandi. O armiyani 3 liniyaga bo'ldi. Sizning bunda Cumhuriyetinde siz şu mustaqil biz tashna bo'layotgan, biz erishmayotgan mustaqil Sharq Turkiston siz yashadingiz 5 yil mustaqil davrda. Siz shuningdan suyungan yeringiz, faxrlangan yerlaringiz nima? Masalan, shuni seg'ingandan nerni seg'insiz? Men shu o'zi okopda shu pulemyotni o'qini shuni lent qilib tutib berganligimni pulemyotni aytaliq sudonliq bilan aytdi. Xo'shal bo'lib mening bu ishimdan memnun bo'lib nima ya'ni aytdi o'zi xo'shal bo'lib shu ishni qilganligiga o'zi xo'shal bo'lib ketdi meni ko'rib. Ya'ni sizmi xo'shal? Menmi xo'shal? Ya'ni sizning shu vaqtdagi 17 yoshlik bir yoshdan shu jangga qatnashganligingizdan xo'shalda, ya'ni ozodlik jangchisi bo'lgan. Shuni da yozib ekanman. Sizga rahmat etman abalaga. O'lja Harambaq jang maydonlarida dushman o'qlariga qilcha parvo qilmay menga bergan vazifani bajarishim mag'rur yoshligimning eng go'zal va eng tatlı chog'larini yashagan ekanman debman. Qoldim. Endi siz hozir shunda bir urushib kelib urushib, shunda bir g'alaba qilib erishgan 5 yillik yani g'alabini 5 yillikini tattirib qo'ydik. Siz şu urushga qatnashdingiz, urushdagi g'alabasini ko'rdingiz, bayashat erken Sharq Turkistonda yashadingiz ki uni yana mag'lubiyatga uchrab, yana mustamlik tushgan davrga berdi. Ya'ni bu vaqtdagi sizning o'tkinchi davrga sizning his tuyg'ularingiz, yani shunga o'xshash shu vaqtdagi ommaning his tuyg'ulari qanday? Ya'ni ommaning his tuyg'usi bu Manasda to'xtab qolgandan keyin nimishki bu Manas shunda armiyamiz turib qo'yo nima qilamiz deb o'zi xalqning o'zi bir turli ishonchi o'zi qaytib qoldi. Nimish ishonch sezib ketdi. Ya'ni xalqda tavrash bo'ldi. Ya'ni Xitoylar kelamdi degan bir qo'rqinchli bir narsalar bo'lib ketdi. Chunki Aqsudan qaytib chiqdi, Aqsuni elib bo'lib tashlab chiqdi. To'g'ri. Bular hammasi xalqimizning ruhini o'zi sundirib qo'ydi. Shuni ular suhbatlar boshlandi. Shu beta uchib ketdik. Bizda shunda askar turib, ya'ni siz bir askar bo'lgan turib, shu vaqtda shu Manas bo'lgan kelar, hammasi u yoqqa qechib chiqib ketdi. Siz shu banadan beta o'tgandan keyin mayoq o'tib ketdingiz, ish kirib ketdingiz. Endi shu vaqtning vaziyatida bir başka yo'llar yo'qmi de askarni boshqa yoqqa o'tkazib kelib, shu mustaqilligimizni bitim mezgildan payib ya janubga ya boshqa yoqqa o'tkazib saqlab qolgan bo'lgan. Sizningcha shu vaqtdagi xalqaro vaziyatni, shu vaqtdagi mamlakatimizning vaziyatini, yalgan xo'shlarimizni bunda o'ylaganda sizningcha o'zingiz tasavvur shu askar bilan mustaqilligimizni bir eng bo'lmagan, ya'ni bir 10 yil saqlab qolganlar ya bir tirkish to'g'ri bo'lmasmi deb. Ya'ni pek tez tugab ketdik. Yaxshi savol so'radingiz. Bu savolingizga shu xotiramda qolgan shu narsalar bor. 45-yili 9-oyda Ruslar Alixon To'riga besim ishlatib shundoq degan. Sharqiy Turkistonni Xitoylardan ayirib elib, mustaqil Sharqiy Turkiston qurish fikridan voz kechishni hamda butun frontlardagi urushni to'xtatib, masalani sulh yo'li bilan hal qilish uchun Go'mindon markaziy hukumati bilan suhbat elib berishni taklif qilgan.
Dubashin degan konsul. Anladınız ha? Ha. Hop. Uningdan Elxon To'ra nima degan buningga? Xitoylar o'ris shu gapni qilgan. Shu gapni qilgandan keyin biznikilarni aytib buni o'zi qabul qilmagan. Hayron bo'lib qolgan. Ya'ni Xitoy deganki, o'ris deganki, Xitoy markaziy hukumati iledagi qo'zg'olonchilarga Sovet hukumati qurol jabduq berib, Xitoylarga qarshi inqilob qilishga kuch ishlatdi degan. Biz buni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga shikoyat qilamiz debdimish. Nanjing hukumati. Ha? Birleşik İkinci Dünya Urushidagi Birleşken Milletler Teşkilatı yeni kurulgan zaman. Bunu degandan keyin Elxon To'ra Ruslarning bu istaklarini Sharqiy Turkiston hukumat a'zolariga, qo'mondonlariga yig'in ishib anglatgan. Okay. Hukumat a'zolari bir egizdan buni rad qildi. Rad qilgan. Yo'q. Elxon To'ra Ruslarga rad javobini berganda men majlis qildim, hukumat a'zolari qo'shilmadi deganda Ruslar shu so'zni qilgan. Agar siz buningga rozi bo'lmasangiz, biz harbiy kuch bilan Sharqiy Turkiston vaqtli hukumatini tarqib tashlaydiganligini ochiq aytgan. Ya'ni qo'shilmasa ruslar o'z askarini tarqib tashlaymiz debdi. Elxon To'ra yana kabinet a'zolariga yig'in ichib markaziy muzokara qildi, ya'ni o'risning gapini. Boshqacha yo'l topolmagan vaqtli hukumat minglab, balki 2000lab qurban bedeliga kelgan bu inqilobni saqlab qolish uchun Gomindan bilan muzokara qilishga rozi bo'ldi, roziligini Ruslarga bildirdi. Yani Rusya mı kıstıgan, ayaqtını Xitay mı kıstıgan, hem de iki kişinin de kısılıp kılıp, yoqap ketişinin aldığını için, hem de özünün ittifaqdışı, yardımcısı olan Rus'un teklifine maqul degen. Yani özümüzün bu qalbini saqlab qilish için. Siz bir asker bo'lgan. Yani askerning rolini, yani şu urush qatnashqada, mel az olsun, qisqa olsun asker bo'ldingiz. Okopga naq urush qatnashdingiz-da, azodlik qurushiga. Bugungi Uyg'urindek bir matnda turib qo'ygan bir musafir için armiyaning rolini, yani vatan taqib qo'ygan bir millat uchun mustaqil saqlash uchun armiyaning rolini qanday tasvirlaysiz? Yani armiya bo'z qanday oldu, bo'miz qanday oldu? Armiya degan o'zi davlat, bir davlatning armiyasi nihoyat muhim rolni o'ynaydi. Shu vatanining 3 million xalqning hayat ve mamat meselesi armiyanın qo'lida bo'ladi. Armiyasi ve adam qanday yashaydiganini hozirgi dunyoda ko'ryapmiz mana. Ko'ryapmiz. Bir misolga aytib Turkiyani alaylik. Türk hukumatini armiyasi bilan shunday turadi. Hech kim bo'zaga yetolmaydi. Hech qanday bir dushman tajovuz qila olmaydi. Yani armiya bo'lmagandan keyin sizni bo'zaga yetadi, boshqalar izidi, yanchiydi, boylig'ingizni bulaydi, talaydi. Yani azodlik istayotgan bir millat uchun armiya eng muhimda. Eng muhim narsa. Hayot mamatning masalasida bu. O'lim qanimning masalasi. Siz endi sobiq Sharqiy Turkiston armiyasining bir peshqadam jangchisi bo'lgan, ham mustaqil jumhuriyatimizning xalqimizga bergan her türlük, yani paravolukdan bahramand bo'lgan bir puhra, sobiq puhrasi, hem uzaq vatansizlik tatgan bir musafir, bizga o'xshash, hozirgacha vatan deb yig'layotgan bizga o'xshash bir musafir. Siz mushtaqda kelgusidagi yoshlarga, ya'ni bundagi avlodlarga qanday bir tarbiya, yani bir nasihat ve vasiyat bersiz masalan bizga. Xalqimizga beradigan nasihatim, yoshlarga beradigan nasihatim shu Sharqiy Turkiston inqilobini, Qashqar inqilobini,
ili inqilablar. Onun aldıda bo'lgan o'zi inqiloblar. Qumul inqiloblari. Qumul inqiloblari. Muşlarni hem biz tarixiy kitoblarni ularning qo'lga berib o'qitishimiz kerak. Ular hozirgi kelayotgan yoshlar hech narsalarning xabari yo'q. Bilmaydi. Sizmi shu 17 yosh vaqtingizda siz g'uljilik shu turmushi yaxshi, boyning bolasi. Qandaq siz shu boyning bolasi qo'rqmay shu akib urushga bordingiz? Siz nima shek urush qilib Siz bu turmushingiz yaxshi, hech bir sizga bir iqtisodiy ya bir nimangiz yo'q, turmushingiz boyashasiz qadim, qandaq siz shu sizni shu akibga nima kuch olib sizni? Jaranbaq urush. Meni yalnız mende emas, g'ulji yoshlarida ikki xil idea bor edi. Bir xili shu ruslarning qo'lasiz yashashni istadi. Bir xili mustaqil bo'lib yashashni istadi. Shu ikki kuch g'ulji yoshlarini ichida avjiga olgan edi. Ya'ni Xitoyni o'ylabmi qo'ymaganlar? Yo'q, Xitoyni o'ylabmi qo'ygan emas. Xitoy degan vaqtida hiç onunla razı bo'ladigandak emasdi ular. Hiçbir zaman. Demek sizlarni shu urush nimqa shu vaqtga sizlarning Xitoydan qutulish ya urushga bag'ilsak bag'ilayki Xitoydan bo'lsa mustaqil bo'lib ketishimiz. Bo'lmaganda Xitoydan qutulib urushning ostida O'zbek, Qozoqda kelsak mayli degan bir iroda g'oyibat edi. Shunda g'oyibat. Yes. Allah o g'oyaga yetkazmadi bizni. Yetkazmadi. Adamcıka bu resimler qaysi vaqtda tortilgan? Bu bizning burunqi rahbarlarning hammasi va'da qildi, bir tanishtirib baqsangiz. Bu resim 46-yılı oktyabr aylarında, yani noyabr aylarında tortilgan resim. Gomindan hükümeti Nanjingga qaytib kelgandan keyin bir cho'ng qurultay ochgan ekan. 46-yili nechinchi oylar desam bo'ladi. 10-oylarmi, 11-oylarmi yodimda yo'q. Shu vaqtida bizning yurtimizdan kelgan Urumchidan va ili inqilobiga qatnashganlar, Urumchi vakillari bo'lib, Nimindan Can Keishning o'g'li Zhang Jinggo Nanjingdagi o'zi Sunniyatsin mazarligining to'pisida bir tog'da ekan, shu yerda bir ziyofat bergan. Shu Sharqiy Turkistonning vakillariga. Ya'ni mishlar hammasi shu vaqtda shu Nanjingga borgan, Sharq Turkistonda borgan vakillar. Vakillar, yes. Kimlar o resimlar bir boshdan bir tanishtirib baqsangiz? Abdülkerim Abbas, İli vekili, Şarkı Türkistan vekili. Aysa Efendim, Aysa Abdülkerim, Ahmetcan Kasimi, Mesut Efendi Sabri, Amin Hanım, merhum Mehmet'in Hazretinin refikisi, Hadıvan Hanım, Altay Veni, Altay'ın var. Mala Hansula, ularning ismini pek yaxshi bilmayman. Mao Mongol vekili. Bu Mongol vekili. Bu Ertuğrul Sabiri, Mesut Efendi'nin oğlu. Ertuğrul, okey. Mao Abdülhamid, Sultan Abdülhamid Sultan mı? Okey. Yazıcı. Yazıcı. Mao Kazak vekili. Kazak vekili. Mao Ziya Semidi. Yes. Ziya Semidi. Mao Abdullah Timen. Abdullah Timen. Ziya Abdullah Timen. Mao Mongol vekili. Mao özü Abdülhat Ahmetcan Efendi'nin kanığı. Mao Men. Yani Edhemcan. İsmi to'liq nimasi? Edhemcan. Edhem Zakir. Edhem Zakir. Mao mu Edhem Sabır Hacıyev. Sabır Edhem Zakir. Yani sizlar şu 46-yılı merkezi hükümetga Sharq Turkistondan borgan har qaysi viloyatning vakillari. Vakillari. Vadir
o'qni takkizdik chala. Shu tufayli bag'rimiz qonliq yara. Qamchi koltak ostida qoldik yana. Qo'sh bilan so'rardi mahkum uyqala. Qahrimizdan o't chekildi qonchirak. Qip-qizil yong'inga cho'mdi tog'dalar. Köymedi yong'inni sirtmoq ne uchun? Ne uchun biz bu baloga muttala? Endi bilsak o'qni takkizdik chala. Hammadan battar ekan sulhu sala. Vadirixon o'qni takkizdik chala. Hammadan yomon ekan sulhu sala. Yansın her yerde